Kımıllama tez artık. Yengeci xudo bola kelyapti. रब दिखता pochcham chachin tugib jegan opam nimaga? Yengeci shu uyni ko'karish xohlasangiz to'lga meni maqtang. Diqqat holimga g'o'zapoya uyaman, tandir quraman. Ana qaynisinglim to'nkarilib jotib faqat meni pochchaga yomonlaydi. Sizga yana azob beryapman shunda. Bo'ldi bu patr bitdi jazosi menda. Bekor olmani orqasidan so'chdim-da, qornim g'ildiryapti. Ha yo'q, men kelganimga yuragingiz duppillab uryaptimikan deb o'ylabman. Qachon uylanmoqchisiz o'zi? Menga qolsa bugun uylanaman. Faqat shu bitta opamni boshida ko'tarib yuradigan qiz olmayapman-da. Yengechi, davay, boshimga chiqing ko'taraman. Nima qildim? Voy, nima qilyapsan, qizim? Ayi ko'tarib yuring-da. Meni grijam bor. Qani chuva quda balog'i deyapsan, to'yda ikkita olatib beradi. Endi men uylanmoqchi bo'lgan qiz yangi asl kiyimlarni beruxsat kiyib sosib tashamasa, naborat o'zinikini bersa. Yengechi, endi kiyimlaringiz kiysam o'layaga. Mana, sepimda hamma kiyimlarim sizga. Qizim, sepingga qo'shib meni atlas ishtanimdan beryapsan. Voy, hurmada shirin qaynisingiz bor ekan, opa. Uylanishingiz aniq bo'ldimi, quda bola? Ya pashta aniq. Shu men uylanmoqchi bo'lgan qiz pishiq bo'lsa, tomdan tashlasa tirik qolsa-da. Siz qirani tomdan tashlasa bo'ladimi? Hozir. Ye onasi debsiz, hozir men tomdan tashlaydi mana. Ammo oxirgi payt erga tegsam ba'zi bir qizlar uchun olimpiadada chempion bo'lganday bo'lib qoldi. Men erga tegaman. Voy o'lmasam. Opa, bo'pti, men ketdim. Voy qaynisinglim o'zini tomdan tashlab yubordimi? Ha, opa, siz qaynisinglim yomon deysiz. Qaynisingiz yomon emas ekan. Prosta yer desa tomdan tashlab yuboradiganlar xalidan ekanda.